Assalomu alaykum obunachilar. Mana bugun video darslarimizni boshlaymiz. Bugun biz sizlarga yostiqlar haqida tushuncha berib boramiz. Yostiqlar tushuntiraman. Mana hozir bizda ikki xil yostiq turibdi. Bu tayyor tikilgan, mag'izlangan, astarlangan. Mana hozir shu quroqlarni necha santimetrdan foydalanganmiz. Necha santimetr uchburchakdan foydalanganmiz, hammasini tushuntirib o'tamiz. Ko'rpachaga nisbatan yostiqlarimizni quroqlari kichkina razmerda olinadi. Lenta anaqasi borasida hali tushuntiraman. Qaysi kichkina, qaysi katta, qanday payt kichkina, qanday payt katta. Hozir mana ko'rsataman shu ikkita yostiqdan sizlarga. Mana bu yostig'imiz, birinchi yostig'imiz. Hozir tilla rangdan foydalanganmiz biz. Tilla rang va oq rangdan foydalanganmiz. Mana quroqlari 20 santimetr. Quroqlarimiz 4 talasi ham 20 santimetrdan 40 santimetr bizda paydo bo'lgan. Chekkasiga 12 santimetrdan ulaganmiz. 12 santimetrdan mana yonboshdagilarni mana bunaqa chekkasiga qo'yiladi-ku quroqdan tashqari. Mana shuni biz 12 santimetrdan ulaganmiz. Mana mag'izlashini o'tgan safar ko'rpachada ko'rsatganman. 4 santimetrda oq lentadan foydalanganmiz. Xuddi ko'rpachaday qilib burchaklarni aylana qilib chiqarib olinadi. Mana hozir endi qurog'imiz bilan tanishtiraman. Mana bu qurog'imiz, o'tgan safar videoda ko'rdilaring. Quroq, mana shu quroqni tikkanmiz biz. Mana hozir men sizlarga ko'rsataman. O'rtadagi to'rtburchagi 4,5 ga 4,5 santimetr qirqib olingan. Lentalarimiz 3 santimetrdan qilib olingan. Lentalarimiz 5 qator. 1, 2, 3, 4, 5 qator yurganmiz. Mana bu ham shunday, bu ham 5 ta yurilgan. Mana 1, 2, 3, 4, 5 qator yurilgan. Lentalarimiz 3 santimetrdan, o'rtadagi to'rtburchagi 4 talasiniki ham 4,5 santimetrdan qirqib olingan. Burchaklarimiz esa oq burchaklarimiz 5 santimetrga 5 santimetr qilib to'rtburchak yasab, o'rtasidan qirqib olganmiz. Buni bilasizlar. Mana qurog'imizni 4 talasini ham 21 santimetrdan bo'lgan bu tikilgani. Keyin tikilgandan keyin tayyori qolgani 20 santimetr chiqyapti. O'zi aslida tikilgan paytimiz 21 bo'ladi. 1 santimetr tikishga yeyilib ketadi. Shu bilan 20 santimetr quroq paydo bo'ladi bizda. Quroqlarimizni tikkanda mana ko'pchilik tushunmayapmiz, biz qiynalyapmiz uni qilishga, o'rganishga deyapti. Hech qanaqa qiyin joyi yo'q. Qayta tiko'rsa odam o'rganadi. Quroqni mana masalan 4 ta mana shu quroq, to'g'rimi? Shuni qurab 4 talasini birlashtirib ko'rish kerak. Qani birlashtirib ko'rganda lentalarimizning joylashgan anaqalari bir-biriga to'g'ri keladimi? Qayeri mana, masalan mana bu lentamiz mana kelyapti. Mana bunday bo'lib mana bu yoqqa to'g'ri kelyapti mana. To'g'ri chiqyapti. Mana bunimiz esa mana bu bilan to'g'ri chiqyapti mana. 3-lentamiz mana 3-si bilan to'g'ri chiqyapti. Mana shunday kelish kerak. Agar bir-biriga to'g'ri kelmasa, mana plus hosil bo'lmasa, mana qarang mana. To'g'ri kelmasa agar bu quroq xato tikilgan hisoblanadi. Bu xatolik qayda paydo bo'ladi? Bu xatolik biz lentalarimiz haqiqatan hammasi 3 santimetr qilib kesib olinish kerak. Yo millimetrlarda kichkina yoki katta bo'lib qolmaslik kerak. O'shani hisobiga xato tikiladi. Keyingi nosi eng anaqa asosiy sababi bu xato tikilishini. Lapka bo'yi bilan yurmaslik. Yo ichkariga kirib ketib bir qatorni tashqariga chiqib to'g'ri lapka bo'yi bilan yurilish kerak. Biz bekorga aytmaymiz lapka bo'yi bilan yuriladi deb. Mana shu hammasi 3 santimetr bo'lib, lapka bo'yi bilan ketsa, faqat lapka bo'yi bilan tikilsa, o'shanda razmer hammasi to'g'ri chiqadi. Keyin mana shunday 4 talasini qurashtirgan paytingiz, mana hammasi mana bunday bir-biriga to'g'ri keladi. Tushunyapsizlarmi? Bo'lmasa to'g'ri kelmaydi. O'sha uchun 4 ta tikib, mana shunday qilib birlashtirib ko'ringlar, yostiq tikib. O'shanda to'g'rimi, to'g'ri tikyapsizmi qurog'ingizni, noto'g'ri tikyapsizmi? Bilsangiz bo'ladi o'zingizni xatoyingizdan. Mana bunda biz 3 santimetrli. Mana bu 40 bo'lgani hisobiga, ikkita qurog'imiz 20 dan 40 bo'lgani hisobiga biz chekkasiga 12 qo'yganmiz. O'zi 10 dan
15 gacha qo'yilsa bo'ladi mana chekkasiga. Undan kattasi katta bo'lib ketadi. Biz 10, 12, 9 ham kichkina bo'lib qoladi. 10, 12, 15 gacha, 13, 14 endi razmer chiqarish uchun-da bizning masalan yostiqlarimiz standart hammasi 63. Bir xilla 65, 60, 70 gacha qiladi, 75 gacha qiladi. U juda katta bo'lib ketadi. Bizda mana hozir ikkita yostiqimiz ham 63 eni. Mana hozir sizlarga o'lchab ko'rsatishim mumkin, ishonch hosil qilish uchun. Mana shu 63 yaxshi razmer hisoblanadi, mana. Mana. Bizda mana. Ko'ryapsizlar, mana 63. Mana mag'izi bilan birga qo'shilganda 63 mana. Endi bu eni ham shunday. Mana bu tarafi ham 63, bu tarafi ham 63. Ikkita tomoni ham 63 bizda. Mana endi orqasini ko'rsataman. Biz yostiqlarni ikki xil usulda qilamiz. Mag'izni astarlaymiz. Qarang, bitta nosiga zamoq qo'yilsa bo'ladi. Masalan, bir xil unlarga biz zamoqdan foydalanamiz. Mana bunaqa usulda ikki tomonini ochib, mana ichiga 10 sm kirgizib, mana keyin ustidan buni qoplab turib, mana bunaqa ikki tomoni ochiladigan qilib, bunga zamoq qo'yilmaydi, shunday oddiy kiygizib qo'yiladigan qilib qilsa ham bo'ladi. Zamoq qo'yiladigan qilsa ham bo'ladi. Mana bu yostig'imizda zamoq uchun moslashib tikilgan mana mag'izimiz, mana. Mana zamoq qo'yiladigan bu. Bunga zamoq endi qo'yiladi, hali qo'yilmagan. Mana orqasi polniy bunaqa bo'ladi, mana. Bu o'rtasidan bo'linmagan. Mana. Bunga zamoq qo'yiladi bir chekkasiga, faqat bir chekkasi mana. Chekkasidan mana bu yoqqa butunlay material qoplangan. Bunda esa mana o'rtasi ochilgan mana. O'rtasidan o'qib. Menimcha bunaqadan ko'ra sizlarga shu zamoq qo'ygan qulay. Buni tikish sal qiyinroq, o'rtani ochib bunaqa qilib santimetrlar o'lchash kerak. 10-15 sm ichki bir tomoni ichkariga kiriladi. Keyin ustidan uni qilinadi, qiyinroq sal. Bizga ham o'zimizga mana zamoq qo'ygan qulay. Chunki shunday polnisda qoplanadi material. Keyin chekkasidan zamoq tikiladi. Shunday qilib tikilsa bo'ladi. Mana endi bu ko'k yostig'imizni tanishtirib o'tsak, ko'k yostig'imiz mana. Bu ko'k ko'rpachamizning yostig'i, bilasizlar, ko'k ko'rpacha tikkandik biz. O'shaning yostig'i mana hozir men ko'rsataman. Biz ko'rpachamizda 2,5 santimetrli mana ko'rpachamizda 2,5 santimetr lentadan 5 qator yurgandik. 5 qator yurib biz 15 santimetrli quroq hosil qilgandik. Mana chekkadagi munchoq quroqlar bilan 15 4 ta quroqni o'rnini bosadigan bizda 60 hosil bo'lgan edi. Endi yostig'imizda-chi, biz yostig'imizda esa biz 2,5 santimetr lentadan foydalanmaganmiz. Chunki yostiqda razmeri ko'rpachaga nisbatan kichikroq bo'ladi. Ko'rpachamizning eni 78 bo'lsa, yostig'imiz 63. Mana endi o'sha kichikroq razmer chiqarish uchun biz 3 santimetrli lentadan 3 qator yurganmiz. 3 santimetrli lentadan foydalanganmiz. Mana bunga 3 qator yurganmiz va bunda bizda hozir mana ko'rpachamizni bu yoqda 5 santimetrli lenta ulagandik-ku quroqdan keyin. 5, bu 10, 15 hosil qilgan. Endi yostiqda 5 santimetr ulamaymiz. Yostiqda mana 3 santimetrli lentadan foydalanganmiz. Chunki 5 qo'shsak bu katta bo'lib ketadi, keyin bunaqa mana material qo'yishimizga joy qolmay qoladi. Shu uchun bu yerga 10 qoldirib, bu yog'ini o'rtasini hisoblab chiqarib olamizda. 10 tashab ketamiz. Shunda bizda mana bu hozir qurog'imiz 43 bo'lgan. Mana bu. Mana buncha quroqdan boshlanib, mana bunday 43 bo'lgan. Mana. Keyin 10 qo'shganmiz, bizda 63 paydo bo'lgan. Mana endi hozir men bu yostiqni ichiga sintifon foydalanganmiz. Mana oddiy chitdan tikib olib, matoni xuddi shu yostiq razmerida 60 cm qilib tikib olib, keyin ichiga sintifon solganmiz. Bu mana olib yuvib ishlatishda ham qulay bo'ladi. Faqat men hozir biz chitdan foydalanganmiz-ku rangli. Lekin oilada ishlatilgan payti foydalanishdan suv to'kilib qolishi mumkin yoki biror narsa to'kilishi mumkin. O'shanda mana bu chitni rangi mana bu однотонный materialga o'tib qoladi.
chitlarni rangi chiqadi-ku. Biz faqat ko'rsatishga, xaridorlarga ko'rsatish uchun tikib qo'yamiz, solib, mana yostiqlarni solib ko'rsatishga. O'sha uchun biz chitdan foydalanaverganmiz, lekin aslida ishlatgan paytimiz oq mato, rangi chiqmaydigan matodan tikishimiz kerak, mana shu ichidagi materialni. Keyin bu bitta yostiqimizga 1 kilo sintefon ketadi. Kilosi 25 mg yaxshi sintefondan solingan. 1 kilo sintefon ketadi. Bu yerga zamok ulanadi. Mana endi mana chetidagi matolarimizni ham aytib o'tdik. 10 cm dan 15 cm gacha qo'yilishi mumkin. Endi hozir men sizlarga mana daftarga yozib qo'yganman. Mana sizlar ham shunday qilib yozib borishlaringni so'rayman. Ko'p narsaga adashib, tushunmay qolishi mumkin odam birinchi boshda tikishida. O'sha uchun har bir narsaga, har bir lentaga qancha ketadi, qancha uchburchak ketadi, qancha to'rtburchak ketadi yozib borsalaring tushunishga oson bo'ladi. Mana biz ham yozib boramiz, qaysi narsaga necha santimetrli lenta ishlatdik, to'rtburchakdan necha santimetrli qirqdik, uchburchakdan necha santimetrli qirqdik. Hammasini yozib boramiz. Mana hozir sizlarga shuni tushuntirmoqchiman. Ruchkamiz qani? Mana qarang, mana masalan, mag'izlik lentaga 4 cm ketadi. Yozib qo'yish kerak bitta daftar qilib. Mana mag'iz uchun 4 cm lenta ketadi. Mana 3 cm lentaga, mana masalan, mana biz foydalanganmiz hozir quroqda 3 cm lentaga mana 5 cm uchburchak ketadi. Mana yozganman mana. Mana 3 cm lentaga mana 5 cm uchburchak ketadi. To'rtburchagimizdan 4,5 ga 4,5 mana. 4,5 cm to'rtburchak ketadi. Uchburchagimiz 5 ga 5 o'rtasidan bo'linadi, bilasizlar. Mana 2,5 cm lentagacha, 2,5 cm ozroq kichikroq bo'ladi. Mana uchburchagimiz 4,5 cm ga 4,5 cm uchburchak ketadi. Mana bunaqa burchakdan. To'rtburchagi esa o'rtadagi, mana o'rtada to'rtburchagi bor-ku. O'rtada to'rtburchagi mana 3,5 ga 3,5 qirqib olinadi. Agar 2,5 cm dan tikmoqchi bo'lsangiz. 2,5 cm dan tikib, lekin qurog'ingizni kattaroq chiqarmoqchi bo'lsangiz ham o'rtadagi to'rtburchagiga kattaroq qilib olsanglar bo'ladi. To'rtburchakka bog'liqda bo'lsa, quroqning katta chiqishi. Mana 2,5 cm dan 4 qator yurib ham, agar to'rtburchagini kattaroq olsanglar, masalan 4 ga 4 mi yoki 5 ga 5 juda katta bo'lib ketadi. 4 ga 4 qilib olsa ham, shunda qurog'imiz kattaroq razmer chiqadi, agar kattaroq razmer chiqarmoqchi bo'lsalaring. U to'rtburchakni o'zgartirish o'zlaringning xohishlaringda, endi quroqni katta kichikligiga qarab. Lekin uchburchaklar o'zgarmaydi. Uchburchak 3 cm lentaga 5, 2,5 cm lentaga 4,5 qirqib olinadi. Mana endi o'sha ikkitasini mana ko'rsataman. Mana 15 cm, shu ikkalasini tushuntiraman hozir, qarang. 15 cm quroq tikkanimizda, mana 15 cm. Mana biz ko'rpachamizni tikkanmiz, mana 15 cm. 15 cm quroq tikkanimizda bizga 2,5 cm lenta ishlatsak, agarda uchburchakdan 4,5 ga 4,5, to'rtburchakdan 3,5 ga 3,5 qirqib olamiz. Agar 20 cm quroq tikmoqchi bo'lsak, mana kecha ham biz ko'rsatdik videomizda, 20 cm quroq yostig'imiz uchun, mana bu yostiqda ishlatganimiz mana. Mana yostig'imiz uchun ishlatganmiz, o'shani ko'rsatdim men sizlarga. Mana shu masalan 20 cm quroq qiladigan bo'lsak yostiq uchun 3 cm lentadan foydalanamiz va o'rtadagi to'rtburchagi bor, o'rtadagi to'rtburchagi mana. O'rtadagi to'rtburchagi 4,5 ga 4,5 cm bo'lgan. To'rtburchagi, uchburchagi esa 5 ga 5 qilib o'rtasidan qirqib olinadi, xuddi mana bunaqa qilib. Mana shunaqa. Endi 12 cm masalan biz 12 cm quroqdan o'tgan safar ko'rpachamizdan foydalanuvdik. Har xil rangdan tikkanimizda. O'sha payt 12 cm quroq chiqaradigan bo'lsak biz 2,5 cm lentadan foydalansak, o'rtadagi to'rtburchagi 3 ga 3 bo'ladi. U kichkinaroq chiqish kerak. O'sha uchun biz o'rtadagi to'rtburchagini kichkinaroq qilib olamiz. O'shanda bizga kichkina 12 cm quroqcha paydo bo'ladi. Uchburchagi esa 4,5 ga 4,5 qilib olinaveradi.
Chunki uchburchak qancha kattaroq bo'lsa, o'shancha yopadi-da, burchakkacha borib yopadi. Mana burchaklarimiz mana. Agar kichikroq qilib qo'ysak, biz bunchagina bu kamgina bo'lib qoladi, chiroyli ko'rinmaydi. O'sha uchun uchburchak 2,5 sm lentaga ham 4,5 qilib olinaveradi. Mana o'tgan safar biz ko'rpachamizni ko'rsatganimizda mana ikkitaga yonboshidagini 10 dan 15 gacha qo'yamiz deb aytdik. Faqat bitta narsa aytishim kerak. Mana tepasi bilan pasi bor-ku ko'rpachani, mana u naryoq tepasi bilan mana pasi. Mana bunga biz ko'proq qo'yaversak bo'ladi. 20 gacha. Bu tepasi. Faqat bu yerda men aytdim 20 gacha xunuk ko'rinadi, 15 gacha qo'yiladi dedim. Faqat tepasi bilan pasi. Faqat tepasi bilan pasiga 20 qo'yiladi. 20. 22, 23 ham qo'ysa bo'ladi. Faqat shu tepasiga uzunroq, kattaroq qo'yaversa bo'ladi-da, agar razmerlaring chiqmasa. 2 da 40, 2,5 bo'lish kerak. O'sha chiqmasa qo'shsanglar bo'laveradi. 25 gacha qo'shsa bo'ladi. Faqat mana ikkita yonboshiga, uzun ikkita yonboshiga 15 gacha qo'yiladi. Bu qalin bo'lib, kattamda enli bo'lib ketsa chiroyli ko'rinmay qoladi. Faqat tepasi bilan pastgacha 20-25 gacha qo'yilaversa bo'ladi. Mana sizlarga, mana sizlar ham mana shunday daftarlarga yozib, uni qilib boringlar. Mana men ko'rsatib turibman, qanchaga qancha ketadi. Faqat lapka bo'yi bilan tikilish kerak. Keyin lentalarimiz qiyshiq bo'lib, bir joyi enli, bir joyi ensiz bo'lib ketmasi kerak. 3 har hamma tomon. Lineyka bilan, ruchka bilan chizib olamiz biz o'zimiz. Erinmay santimetrlab 2,5-3 qilib chizib olib, uni to'g'ri o'sha ruchkani ustidan qirqamiz. Keyin qirqib olib, shu lapka bo'yi bilan tikiladi. O'shandagina bizning quroqlarimiz pelusi to'g'ri keladi. Mana bunda ham mana qarasangiz to'g'ri kelgan. Mana bu ham to'g'ri kelgan, bu ham to'g'ri kelgan. Bizda ham bir paytlar qiyshiq ketamiz, boshqa qilamiz, to'g'ri kelmay qoladi ko'pincha. Lekin biz to'g'rilashga harakat qilamiz. O'sha lapka bo'yi bilan yurilsa hech qanaqa xato qilinmaydi. Bir paytlar ozroq ichkariga yoki ozroq tashqariga chiqib yurib ketsangiz, bitta ikkita lentani, shunda bu eni kamayib qoladi-da, to'g'ri kelmay qoladi. Mana bular bir-biriga tushmay qoladi mana. To'g'ri bir-biriga tushmaydi-da. O'sha mana shunday bir-biriga to'g'ri tushish kerak. Mana bu bu yoqqa tushish kerak. Mana bu bu yoqqa tushish kerak. Mana shu pelus bo'lib bir-biriga qatorlar to'g'ri tushish kerak-da mana. O'shanda qurog'imiz to'g'ri tikilgan bo'ladi. Ana shunga e'tibor beringlar. Birlashtirganda mana shu to'ppa-to'g'ri tushish kerak. Mana bular. Agar to'g'ri tikilmagan bo'lsa, hamma razmer bir xil olinib, lapka bo'yida ketmagan bo'lsa, bu qurog'ingiz birlashtirganingizda to'g'ri chiqmaydi. Keyin xato tikdim, nega bunday bo'layapti, biz tika olmayapmiz deyishlaring mumkin, lekin u unga bog'liq emas. Mana bizning yostiqlarimiz 1 kilodan sintefon solingan, juda chiroyli podushkalar hosil bo'lgan. Mana har xil qilib terish mumkin, bu gullarni har xil qilib yasash mumkin. Mana bu tillarangni ham hali ko'rpachasini ko'rsataman. Buni ko'rpachasi ham xuddi shunday 3 santimetrdan 20 santimetrlik quroqdan foydalanamiz biz. Xuddi yostiqday qilib ko'rpachasini. Nega? Chunki buni guli uchburchak qilinib boshqacha tarzda teriladi. Hali ko'rsataman. Mana bu ko'rpachamizday bo'lmaydi bu. Mana bunday bo'lib bo'lmaydi. Bu boshqacha joylashadi. U mallani ko'rpachasi, tillarangni ko'rpachasi. O'sha uchun hali ko'rsatib o'taman. Hammangiz uchun rahmat, hammangizga. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, sizga manzur kelayotgan bo'lsa, like bosing, obuna bo'ling.